Assalomu alaykum aka-ukalar. Mana bugun O'zbekistonning 12 viloyatidan Moskvaning barcha shaharlariga taksi xizmatlari обращаться qilaverasizlar. Ekranga ishonch raqamlar bo'ladi. Ana xudo xolasa ana bittalarimiz to'ldi ana bittalarimiz to'lgan. Xudo xolasa mana ikkinchilarimiz jo'nab ketyapti. Bu ikkinchilarimiz xudo xolasa aka-ukalar. Mana bittalarimiz to'lgan, pasatka jarayonlari, yuklarni ortib xudo xolasa yo'lga chiqyapti. Bizning yo'nalishlarimiz Samarqand, Moskva, Qarshi, Moskva, Navoiy, Moskva, Surxondaryo, Moskva, Xorazm, Moskva, Ellikqal'a, Moskva, Qoraqalpog'iston, Moskva yo'nalishlari bo'yicha larguzlarimiz qatnaydi. Aka-ukalar, samolyotga chiqib o'tirmanglar. Yengil mashina, avtobuslarda bemalol ketishlaringiz mumkin. Yo'lda, samolyotda odamlarni qaytarib kelyapti. Qaytarib yuboryapti aka-ukalar. Hammasi o'zimizga qaytib обращаться qilib, mana yengil mashinalarda olib o'tib ketyapmiz. O'zimizga primoy aloqaga chiqsangizlar, mana shu Largus, Captiva, mana Tracker mashinalarimiz bor, bemalol o'zimizga обращаться qilsangizlar ketaverasizlar aka-ukalar. Realniy videolarni olib boramiz. Buxoro Karvon bozordan, Qashqadaryo Yerqo'rg'ondan, Samarqand Ulug'bekdan, Navoiy Toshkent Pitakdan yuradigan mashinalarimiz. Обращаться qilaverasizlar aka-ukalar.